Xalq ta'limi tizimidagi maktabdan tashqari ta'lim samaradorligini oshirish Barkamol avlod bolalar maktabi zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan Barkamol avlod bolalari festivali ham shahar va tuman bo'limlarida tashkil etilayotgan ijodiy to'garaklar faoliyatini baholaydigan mezonlardan biridir. Muxbirimiz Yangiqo'rg'on tumani Barkamol avlod bolalar maktabida start berilgan ana shu tadbir misolida mavzuni davom ettiradi. Barkamol avlod bolalari festivali Yangiqo'rg'on tumanidagi 17 sonli bolalar musiqa va san'at maktabida doira sadolari ustida ko'tarinki ruhda boshlandi. 2 bosqichda o'tkaziladigan mazkur tanlovning tuman bosqichida ijodkor o'quvchilar jahon va milliy raqs, robototexnika, munchoqli bezak, landshaft dizayn, mental arifmetika, ingliz tili, shaxmat yo'nalishlari bo'yicha o'z iqtidorlarini namoyish etishdi. To'garak a'zolarining qo'l mehnatiga asoslangan rang-barang gullar, o'yinchoqlar, kulolchilik namunalari, turli xil innovatsion loyihalardan iborat ko'rgazmalari barchaga zavq ulashdi. Shaxmat musobaqalari esa sportsevarlarning e'tiborini tortdi. Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan Barkamol avlod bolalari festivali o'quvchilarning iqtidorini namoyish etish uchun chinakam zinapoya vazifasini o'tamoqda. Bizning Yangiqo'rg'on tuman Barkamol avlod bolalar maktabida tashkil etilgan ushbu festivalda ham 7 yo'nalishda iqtidorli to'garak a'zolarimiz o'zlarining ijod namunalari bilan ishtirok etishdi. Ushbu festivalni viloyat bosqichiga astoydil tayyorgarlik ko'rganmiz. Birinchi o'rinni olgan to'garak a'zolarimiz o'ylaymizki, viloyat bosqichida ham tumanimiz sha'nini himoya qilishadi. Shundan so'ng festivalning tuman bosqichida faxrli o'rinlarni egallagan iste'dodli o'quvchilarni taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda ona vatanni tarannum etuvchi qo'shiqlar, jozibali raqslar ijro etildi. Ijodkor yoshlar Barkamol avlod bolalar maktabida yanada sayqal topgan qobiliyatlarini namoyish etdilar. Qiziqishim bo'lgani uchun shu sohaga kirganman. Biz musobaqada dehqonboy robotini yaratganmiz. Dehqonboy robotimiz bu don ekadi, sug'oradi va yerdagi namlikni o'lchab, o'zi bilib suv quya oladi va don ekadi, dori sepadi va agat ola oladi. Keyingisi esa bu ko'zi ojizlar uchun qurilma bo'lib, bu 30 sm masofada oldida to'siq chiqsa signal beradi. Masalan, ko'rlar oldiga ketayotganda oldida to'siq borligini bilmagani uchun bu signal berib, uni to'g'ri yo'lga soladi. Festivalda o'tkazish bizga juda katta motivatsiya va yana ham bu sohaga yana qiziqishlarimizni orttirmoqda. Bayramona tus olgan mazkur festivalda g'olib bo'lgan iqtidorli o'quvchilar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanib, viloyat bosqichiga yo'llanma oldilar. O'quvchimiz faxrli birinchi o'rinni oldilar. Zamonaviy munchoqlardan har xil usuldagi munchoqlar yasab, sumkachalar yasab, o'quvchilarimiz o'zlari aynan shu kunlarda daromad ham qilishmoqda. Bugungi festivaldan juda ham xursandmiz. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ular ongiga mehnatsevarlik, kasblarga bo'lgan qiziqishni singdirish, badiiy, texnik va turizm, ekologiya yo'nalishlari bo'yicha ko'nikmalarni oshirish maqsadida tashkil etilgan bu kabi tadbirlar yosh iste'dodlarni kashf etishi, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlashi bilan ahamiyatlidir.